Assalomu alaykum aziz aka-ukalarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganlaringizda xudo xolasa bugun mol bozorga keldik. Ya'ni sizlarga mol bozorni qo'ldan keyincha narx-navo bilan aytib o'tamiz. Ya'ni bugungi kunimiz bozor 5-aprel bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalar. Biz bo'lsa videomizni boshladik. Aka-ukalarimiz ko'rib turganingizda ikkita buqqa bir joyda turibdi. Ho'kiz narxi qancha bo'lyapti aka? 17 ming deyapmiz aka, salomlar. Aka-ukalarimiz shu ho'kizni narxini, buqqa narxini 17 ming somon deyapti. Ya'ni savdosi bor dedi. Agar kelgan aka-ukalarimizga arzonroq qilib, ya'ni kelishtirib beramiz. O'tirganingizda, aka buqqa qancha bo'ldi aka? Ha, qancha bo'ldi? Ha? Hajda guftaysizlar. Ha. 18 ming somon deyapti. Savdo bo'ladi ko'rib turganingizda. Ya'ni buqqani holat cho'tkimini ko'rib turganingizda. Videomizni tomosha qilib boraveringizlar. Aka-ukalarimiz yana to'xilli mol ko'rib turganingiz, ya'ni semizroq mol mana. Mollar ko'rasizlar. Mol qancha bo'ldi aka? 16,5. 16,5. Bunisi 16,5 ha? Bunisi-chi? 20 ha? Ko'rib turganlaringizda bunisi 16,5 ming, unisi 20 ming somon deyapti. Molni turishi ko'rib turganlaringizda, mana 20 ming somon. Yana muomalasi bor dedi. Yana savdo qilasizlar aziz aka-ukalarimiz ana. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda, ya'ni menga bitta buqqa turibdi, ana. Aka buqqa qancha ekan aka? Ha? 5,000. 22 ming somon deyapti. Yana muomala bor ha? Muomala bormi? Yana muomalasi bor deyapti. 22 ming somon, 5,000 deyapti. Ko'rganingizda, ana. Aka-ukalarimiz mana bu yerda bitta buqa bor aka. Aka buqa qancha bo'ldi aka? 8,000 guftaysizlar. 8,000 guftaysizlar, poza guftaysizlar bozor. Ha. Aka-ukalarimiz mana yerda bitta buqa turibdi ko'rganingizda. Qop-qora cho't. Aka ho'kiz narxi qancha bo'ldi aka? 19 ming somon deyapti. Muomala bormi? Muomala bor. 19 mingga bozor qancha narx qildi aka? Bozor 16,800. Bozor 16,800 debdi. Yana savdo bo'ladi deb akamiz aka. Aka telefon nomerni aytasizmi? Qo'yamizmi? Ayting aka. 985 985 47 48 66 66 raqam telefon nomeriga telefon qilsalaringiz, ya'ni mana shu molni egasiga tushasizlar. Akamiz sizlarga bemalol, ya'ni sizlarga tushuntirib o'tadi, qayerda moli, qanday, yana muomala qilib sizlarga cho'k narx qilib beradi. Muomala bormi aka? Muomala bor. Mana. Aka-ukalarimiz ko'rib turganingiz, ya'ni bolali mol bor bu yerga. O'z narxini sizlarga aytib o'taman. Mana bolali mol. Aka bu mol narxi qancha ekan aka? Ha? Egasi yo'qmi moli? Aka 16,800 ga olindi. Bu olindimi? Az aka-ukalar mana 16,800 ga o'zi olindi deyapti. Ya'ni bolali, ya'ni sut berayotgan mol bo'ladi. Buni egasi qani? Yo'qmi? Aka-ukalarimiz hozir u molni egasi kelsa sizlarga narxini so'rab tushuntirib beraman. Aka mol narxi qancha bo'lyapti aka? 18 ta? 18 deyapti. Molni narxini 18 ming somon deyapti. Ya'ni sut berayotgan mol ko'rib turganingizda bolasi oldida bo'ladi. Bozor qancha narx qildi? Qancha? 14,5 ming somon narx qildi bozor ko'rib turganingizda. Mana sutda necha litr sut beradi? 5-6 litr sut beradi deyapti. Yana savdo bo'ladi deyapti. Agar kimki olmoqchi bo'lsa, shu bozorga kelib savdo qilib borib zoti oxirida o'sha akamiz turibdi ko'rib turganingizda. Ana bolachasi. Ho'kizcha ekan bolasi mana. Aka-ukalarimiz mana yana sovumli mol sizlarga chiqaryapmiz, ya'ni video qilyapmiz. Mana balachasi ham bor. Aka necha litr sut beradi primerdan? 7 litr bor. 7 litrgacha sut beradi deyapti. Narxi qancha dedingiz aka? 22 muomalasi. 22 ming somon deyapti. Yana muomala bo'ladi deyapti. Mana balachasi oldi. 7 litrgacha sut beradi aziz aka-ukalarimiz mana. Mana molni holati. Mana sizlarga orqasidan ham ko'rsatib o'tamiz hozir mana. Mana molni turishi. 7 litrgacha sut beradi deyapti. Aka-ukalarimiz mana sovumli mol. Bunisi ham sovumli. Mol narxi qancha ekan aka? 16 ming somon deyapti. Yana albatta ki muomalasi bor. Necha litr sut beradi aka? 4 litrli sut beradi deyapti. Balachasi ham bor mana. Ya'ni sizlarga sovumli mol tushuntirib o'tyapman. Mol narxlarini sizlar
batafsil tushuntirib berishga harakat qilyapmiz aziz aka-ukalar. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomizga bitta like bos, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rayman. Mol narxi qancha bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. 18 ming deyapman, savdo qilaman. 18 ming somon deyapti. Mana balachasi ho'kiz ekan aziz aka-ukalarimiz. Yana savdo. Bozor qancha narx qildi aka? Bozor 16,5 qildi. Bozor 16,5 ming somon savdo qildi. Necha litr sut berar aka? 5 litr az beramda kunjara berib qo'ygan. Molga kunjara berilgani yo'q. Shu sutamaka ashani. Sutamaka bilan 5 litr sut beradi deyapti aziz aka-ukalarimiz. Telefon nomerini aytib o'tasiz, qo'yamizmi aka? Ayting telefon nomerini. 93 430 90 91 raqamiga telefon qilsangiz, Mish akamizga tushasizlar, ya'ni molni narxlarini so'rab, ya'ni bilishlaringiz mumkin, yana muomala qilib savdo qilib olsalaringiz bo'ladi. Videomizni davom etaverasizlar aziz aka-ukalar. Ya'ni kanalimizga befarq bo'lmasdan videomizga like bos, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilib, ya'ni syomkalarimizni qo'ldan kelgancha taqsimlayapmiz aziz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz keyingi molimizni ham ko'rib turganingizdek, yana savumli, bolali mol bo'ladi ko'rib turganingizda. Mol narxi qancha ekan aka? Ha? 15 ming somon deyapti. 15 ming somon deyapti. Balachasi ham bor. Bozor qancha narx qildi? Bozor 12,5 ming savdo qildi, ya'ni molni narxi 15 ming somon deyapti. Ya'ni muomalasi bo'ladi ko'rib turganingizdek. Aka-ukalarimiz qaysi bolasi? Ko'rib turganlaringizda bolasi katta ekan. Ko'rib turganlaringizda molni holati. Mana. Mol narxi qancha bo'lyapti aka? 37 ming somonga oldik. Aha. 37 ming somonga olindi mol ko'rib turganlaringizda. Tuxum qo'yilgan. Qancha narxi hozir? 2 oy bo'lib tuxum qo'yganiga. Aha. Hozir narxi qancha endi buni? Endi 40 so'm. 40 ming somon deyapti aziz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz biri ichida 3 oylik, 4 oylik balasi bor deyapti. Ana. Ana aka. Mana bir ho'kizcha ham bor. Ya'ni balasi deyapti. Ho'kizcha qancha aka isho? 2 oy bilan yena bola 40 ming. Yena bola 40 ming somon deyapti mana aka. Salash bizcha mana yena bola 40 ming somon deyapti mana. Mana balachasi. Mana moldi. O'zi. Aka-ukalarimiz ko'rib turganingizda sizlarga yana mol chiqaryapmiz. Ya'ni bu molni nima desam, Beligalob deydi ekan ko'rib turganlaringizda. Moldi. Ichida bolasi mana va? Aha, mana bolasi ho'kizcha ekan. Mana ko'rib turganlaringizda. Mana. Bu narx qancha ekan aka? 32 dan deyapman. 51 ming somon ikon so'rayapti. Aha. Ikkalasini balasi bilan 51 taqlayapti, ha? Mana shu ikkita mol ko'rib turganlaringizda mish akamizniki bo'ladi. Uni ham balachasi bor, buni ham balachasi bor. Ya'ni 51 ming somon deyapti. Ikkovi ham bitta xazayn. Ya'ni bir kishining moli bo'ladi ko'rib turganlaringizda, xudo xolasa. Aka telefon nomer qo'yamiz ona saksochi. Ayting aka telefon nomerda. 93 404 16 62. Qanchadan sut beradi aka? Qamoqqa bersa 10 litrdan beradi. Agar normal o't bersa, jimish yaxshi bo'lsa 14 litrdan sut beradi deyapti akamiz. Yana bir molni qarashiga bor bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni shu aytgan telefon nomerlarga telefon qilsangiz akamizga tushasiz. Ya'ni bemalol savdo qilib, ya'ni muomala bilan olib qolsangiz bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Molda adres qayerda bo'ladi aka? Qahramon uchastka Juma masjidi oldida bu adresni ko'rib turganlaringizda mana molni holati. 14 litr sut beradi deyapti aziz aka-ukalarimiz. Ana. Ana molni holati aziz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz mana ko'rib turganlaringizda, ya'ni metal molimizni chiqaryapmiz mana. Ko'rib turganlaringizda. Aka bu narxi qancha ekan aka keyin? 30 ming somon. Molni narxini aka-ukalarimiz 30 ming somon deyapti. Bozor qancha savdo qildi? 23. Ya'ni bozor 23 ming savdo qildi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni molni balachasi ham bor. Molni anosiga kelsa, ya'ni metal bo'ladi ekan mana balachasi. Irg'acha, bolasi irg'acha. Aha. Turgansiz. Molni adresi qayerda ekan aka? Qayerda? Savg'iz vatan aka. Telefon nomerni aytasizmi? Qo'yamiz. Telefon qiladi. Yo'q. Ha, qo'ying aka. Qo'ymaymizmi? Sotamiz.
Ayting telefon nomerni aka, любой telefon nomerni. Aka ukalarimiz mana telefon nomerni so'radik, ya'ni xazanda mol degansizlar, telefon nomerni yo'q deyapti. Ha, bozorga kelsalaringiz mana tutib tagiga shu akamizning moli turibdi, bemalol savdo qilib yurasiz, aziz aka ukalarimiz. Nima deymiz? Agar kanalimizga yangi bo'lgan aka ukalarimizga videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa Moshin bozorimizni ham qo'ldan kelgancha istiqomat qilib sizlarga taqsimlar narxlarni aytib o'tamiz. Keyingi video urinishga ko'rishguncha xayr, omoningizlar.